Xushvaqt bo'l. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kel. O'tir ozgina biz bilan. Kel. Yaxshi kiyib oldingizmi, oyi? Yaxshi. Charchamadingizmi? Rahmat. Uydagilar hammasi salom etishdi. Salomat bo'lishsin. Sog'inib ketdim. Borishingni kutmadim. Onam borda bunday ko'rgani bormaysan ama. Men ham sizlarni juda ham sog'inib ketdim, oyijon. Endi qulay fursat topolmaganimga xafa bo'lmang endi. Nigora! 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 Kuyov. Boring siz qara qoling. Ha, Nigora! ozgina ichib ketdi bugun. Aksiga olib shu. Tavba. Sirayam ozgina ichganga o'xshamaydi. Bunaqa baqirish uchun hali insoniylik qiyofasidan chiqish darajasida ichish kerak. Nima har doim shunaqa ichib keladimi? Yo'q. Qizimmi dardi ichida ekanda. Yo'q, Xudojon. Siz noto'g'ri xayolga bormang. Men o'zim gaplashib qo'yaman o'g'lim bilan. Xudo. Sizni juda ham hurmat qilaman. Lekin bilasiz-a, meni bitta qizim bor. Bunaqa holatda yashayotgan bo'lsa, qizimni olib ketaman. Xudojon, iltimos asabiylashmang. Bilaman qizingizdan xavotir olyapsiz. Lekin mana ko'rasiz, hammasi iziga tushib ketadi, Xudojon. Qanaqa qilib tinchlanishim mumkin? O'g'lisi bo'kirishi hatto meni ham qo'rqitib yuboryapti. Ha bu bolam qanaqa qilib yashayapti bu bilan? Yo'q, har doim bunaqa emas. Aksiga olib shu yal og'aynilari bilan ko'proq ichib yorishibdi ozgina. Choyxonada o'tirib, har doim bunaqa bo'lmaydi, Xudojon. Xavotir olmang. Oyijon, Tinchlikmi qizim? Nima bo'lyapti o'zi? oyijon, vahima qilmang. Xudoga shukr, bizda hammasi yaxshi. Oyijonimlarim, kuyovizlar ham yaxshi, oyijon. Siz meni juda ham yaxshi joyga kelinlikka bergansiz, oyi. Qizim, meni ko'nglim uchun yoki atrofdagilari gap so'zi uchun shunaqa deyotgan bo'lmagin. Qara, bitta qizimsan.